Ha, esingizda bo'lsin, buni hech qachon kremda ishlatmang. Avalex nima? Avalex o'simlik yog'idan tayyorlangan bo'lib, bu biskvitni 2-3 barobarga объемini ko'tarib beradi. Tuxumni kamroq ishlatishga sababchi bo'ladi. Tuxumdan erkroq qoladi. Avalex pishvoy vazelin hisoblanadi. Buni bemalol iste'molga yaroqli. Buni foydali jihatlarini gaplashamiz. Bu biskvitni surog'ini uzaytiradi, объем beradi, ko'piklarni maydalashtiradi. Ya'ni machalka sifat qiladi. Ziyon taraflari, buni ko'proq solsangiz, biskvitingiz quruq qilib qo'yadi hamda sintetikasi ko'payib ketadi. Buni ishlatishda 10% dan 20% gacha tuxumni grammiga qarab qo'shsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni qaysi davlatlarda ishlab chiqariladi hamda O'zbekistonga qaysilar kirib keladi? Turkiyada, Eronda, Rossiyada, Xitoyda va o'zimizda ishlab chiqariladi. Bizga asosan Xitoy hamda Turkiyaniki kirib keladi. Siz qaysi birini ishlatasiz? Hozirda o'zimizniki chiqayotgan Avelexlar ham sifati yaxshi, ancha ishlatishga qulay bo'lib qoldi. Buni ziyonlari qaysi gradusda yo'qoladi? Buning ziyonlari 150 hamda 160 gradusda o'z insonga zararli jihatlarni yo'qotadi. Ha, esingizda bo'lsin, buni hech qachon kremda ishlatmang. Insonga ziyoni bor. Gradusda, ya'ni issiqqa kirmaydigan gradusda ishlatsangiz, insonga ziyon keltirishi mumkin. O'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizga qaysi firmani Avelex'i ma'qul keladi va qaysi birini ishlatasiz? Yana qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qolishingiz mumkin.